soatdagi se. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Se. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Sening beshidan ulindigan shakli. Misol: samsa. Sening bosh va oyog'idan ulindigan shakli. Misol: samsaq. Sening oyog'idan ulindigan shakli. Misol: relis. Sening ayrim shakli. Misol: daz. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Samsa. Si harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Samsaq. Si harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Relis. Si harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Daz. Si harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ergishib o'qinglar. San, sat, sen, sot, a, san, asan, sa, na, sana, as, ta, asta. Qağa bilan Siyg'izxon. Masal: bir kuni Qağa Siyg'izxon bilan uchrashib qilib, o'zicha maqtanibdi. Men ajoyib bir qushman. Yerda boyvachchilardek manaman. Osmonda parvoz qilib uchaman. Qaqildab chiroyli naqsh ayta olmayman. Shu chaqda Siyg'izxon mundaq savol qo'yibdi: Qushlar shohi qiron burkutni bilamsan? Bilaman. Uning qiyoga qarab uchqanligini ko'rganmiding? Ko'rgan edim. Uning maqtanganligini anglaganmiding? Anglamagan. Kuychi qush bulbulni bilamsan? Bilaman. Uning yiqimliq sayrashini anglaganmiding? Anglaganman. Uning maqtanganligini ko'rganmiding? Yo'q. Qiron burkutdek olg'ur, bulbuldek kuychi maqtanmaydi-yu, sen nima uchun shuncha maqtansan? Bu gaplarni anglagan Qağa Siyg'izxonga javob bera olmay, xijil bo'lgan holda uchib ketibdi.